yaqin insoningizdan qo'ng'iroq qilib qarz so'raysiz. Bu shartmi? Xudo xolasa ishonaman. Xo'p, Lekin qaysi katta biri? summa so'rab yormang, hozir yo'q desa yana haqiqiy do'stingizdan xafa bo'lib qolmang. Endi ko'ramizda hozir. Bu sinov-ku, to'g'rimi? Sinov. Albatta sinovdan o'tsa, bemalol biz ham qo'ng'iroq qilib, aka falon so'm tashab turing kartamga deyishimiz mumkin. Tayyormizmi? Bor, qadrdon. Aha. Ismlarni aytib o'tasizmi, aytmaysizmi? Ziyo. Ziyo. Ha. Qani. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ziyo, yaxshimisan? Aka, qiyinmisiz, ahvol yaxshimi? Ha, rahmat. Nima gap? Tinchmisan? Yaxshi yuribsan? Vodiydan keldingizmi? Ha, keldim. Yaxshimisan o'zing? Tinchmisan? Qayerdasan? Ha, ko'chadami? Shahardami? Bitta hozir keldim kecha vodiydan. O'shanga hozir ko'chada edim. Bir joy kiruvdim. Sirroshni hozir pul kerak bo'lib qoldi-da. 1 million. Nima qilmas? Aka, qayga olib bering. Nima desa tushunmadim. Qayga olib bering? O'zbek film taraf bor-ku. O'zbek film. Chilonzor, hop. O'sha tarafda bir do'kon kiruvdim. Hozir pulim hozir olib chiqqan ekanman uyda, shuncha hozir kimdan so'rashni bilmasdan senga telefon qilaverdim. Ha, bo'ldi aka, hozir 1,5 soat turaman, to'shakda bo'lasizmi? Aha. Ha, bo'ldi, olib beraman. Xo'p, rahmat. Kutaman, xo'p. Qoyil, mana haqiqiy do'st. Haqiqiy do'st. Gap bo'lish mumkin emas. Bu har doimgidek biz tan berdik do'stlarga. Sodiq do'stlar ko'paysin.